Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa firmachamizda yangilik bo'libdi bugun. Xikol quyonimizni bolalabdi. Shuni bir sizlarga bir ulashgim keldi. Adashmasam bir 3-4 soat oldin tug'ilgan quyon bolalarini kimlardir ko'rgandir, kimlardir ko'rmagandir. Shuni bir ulashgim keldi. Nasib qilsa inshaalloh hammasi yaxshi tug'ilgan ekan. Hozircha sonini akalar sanamadik. Xudo xolasa keyingi videolarda sonini chiqaramiz akalar. Agar kimgadir quyonchilikda qandaydir maslahat yo takliflar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Quyon vahshiy dahshat yulibdi, lekin yungini o'ta paxmoq qilib, ko'p qilib yulibdi. Xikol quyonimiz. Akalar, xudo xolasa keyingi videolarda sonini chiqaramiz. Inshaalloh. Alloh barakasini bersin.